Agarda sizlar ham ugi yoqtirmasanglar, videoni oxirigacha ko'rib, meni yaxshilab eshitinglar. Men ham juda ham yomon ko'rardim ugilarni. U yoqda qanaqa turar ekan, qo'polroqmi, u yoq bu yoq deb o'ylardim-da. Lekin mana shu ugimni olganimdan keyin ishoninglar, rosa ko'p sapoklarim bor-da. Kiymayapman, ishoninglar, faqat mana shuni kiyyapman. Birinchidan juda ham qulay, ikkinchidan issiqini, uchinchidan nima deydi? Masoq qilib kiyyapman deb. Xullas kalom bir so'z bilan aytganda, sizlarga ham tavsiya qilaman. Agarda sizlar ham boshida u kiyim bilmadim, kiyim kiyapti-yu, baribir yoqmaydi deb o'ylayotgan bo'lsangiz, yo'q, adashasizlar. Albatta olib kiyib ko'ringlar. Ugidan boshqa oyoq kiyim olib kiymaydigan bo'lib qolasiz. Shunaqa variantlarni olib kelib qo'yganmiz klientlarimiz uchun. Sifatlari juda ham zo'r. Xohlasanglar shunaqa toshli, xohlasanglar toshsiz, Pekin fabrichniy. Mexlari qalangina. Maza qilib kiyishlik har xil stildagi ugilarimizni bemalol do'konlarimizdan olsanglar bo'ladi. Narxlari hamyonbop bo'lgan narxlarda. Undan tashqari bu yoq qatorimizda juda ham ko'p turdagi oyoq kiyimlarimiz bor. Mana qaranglar. Ugilarni xohlasanglar bunaqa variantlarimiz ham bor. Rosa asal turadi bular ham. Eng yaxshi premium sifatdagi variantlari. Klassik kechali variantlardan olib kelganmiz.